Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun yozning issiq kunlarida ushbu bo'g'irsoqlar juda ham yaxshi ketadi. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab, idishimizga 1 stakan sut quyamiz. Sutimiz iliqroq holatda bo'lishi kerak. 1 choy qoshiqda tuz va 1 osh qoshiqda shakar, 1 choy qoshiqda drojanni solib, massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohlasangiz bir dona tuxum ham solishingiz mumkin. Men mana shunday smetana soldim. Smetana hammani juda ham yumshoqqina qilib beradi. Endi un solamiz. Unimiz taxminan 500 gram, ya'ni yarim kilogramdan salgina ortiqroq. Massamizni yaxshilab ilashtirib olamiz va mana shunday qilib yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz. Unni sekin-astalik bilan tugaguncha solamiz. Ushbu bo'g'irsoqlar uchun yumshoqqina xamir tayyorlasangiz, bo'g'irsoqlar ham momiqqina yumshoqqina bo'lib chiqadi. Albatta, xuddi shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Agar tuxum soladigan bo'lsangiz, xamiringiz salgina qattiqroq bo'lib qolishi mumkin. Lekin tuxum solsa ham ta'mi juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Xamirni salafan paketga o'rab, xona haroratda qoldiramiz va 20 daqiqadan so'ng salafandan olib, mana shunday kattagina qilib, qalinggina qilib yoyib olamiz. Agar siz gullarni yaxshi ko'rsangiz, gul shaydosi bo'lsangiz, bizning Dexlors nomli sun'iy gullar do'konimizga tashrif buyuring. Bu yerda juda ham chiroyli gullar dekoratsiyasi bor. Albatta kelib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz, aloqaga chiqishadi va dastavkalar ham bor. Bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Qalin qilib yoyilgan xamirimizni mana shunaqa pishiriqlar uchun ishlatiladigan eng kichkina kasuv bilan kesib qirqib olamiz. Agar ushbu kasuvdan bo'lmasa, 0,5 baklashkani kessangiz, xuddi shunaqa yumaloq bo'lib chiqadi. Qozonimizga yarim litr yog'ni quyib qo'yganman, qizib turibdi. Endi ushbu bo'g'irsoqlarni solib pishirib olamiz. Bo'g'irsoqlarni har xil turda va har xil shaklda tayyorlash mumkin. Mana shu osonroq usulni sizlarga taqdim etyapman. Yoqqa tushgan xamirlarimizni ikkala taraf ham tillarang holatga yoki bo'lmasam qizilroq holatga kelganda xuddi shunaqa qilib yog'larini silqitib olamiz. Men oliyna undan foydalandim. Xohlagan un navlaridan foydalansangiz bo'ladi. Ushbu retseptimizni biz bilan birgalikda oxirigacha tomosha qilayotganingiz uchun sizlarga tashakkurlar izhor etib qolaman. Agar malol kelmasa, bir dona like tugmasini bosib qo'yasiz. Obuna bo'lgan va like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Sog' salomat bo'ling. Sehrli va mehrli barmoqlaringiz bilan bosilgan obuna tugmalari ushbu retseptimizni tarqashiga sabab bo'ladi va bundan foydalangan bekajonlarni o'rgangani o'ziga, savobi esa sizga bo'ladi. Bo'g'irsoqlarimizni mana oxirgisini soldim. Albatta bularni ham hozir pishirib olganimdan so'ng sizlarga taqdim etaman barchasini. Ko'pchilik ushbu uslubda pishirilgan bo'g'irsoqlarni ko'rib, pirojkiga o'xshab qoldi ham deyishi mumkin, lekin bu pirojki emas, o'zingiz bilasiz, pirojkilarning ichida nachinkasi bo'ladi. Ushbu bo'g'irsoqlar juda ham mazali bo'ladi. Pirojkining xamirlari esa bundan-da boshqacharoq tayyorlanadi. Ushbu retseptni 10-12 yoshli qizlarimiz ham bemalol o'rganib tayyorlashi mumkin. Juda ham oson. Bizning bo'g'irsoqlarimiz tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Juda ham yumshoqqina bo'g'irsoq bo'lib chiqdi. Muzdekgina qatiqqa achchiqqina mayda qalampirlarni sepib, aralashtirib qo'ysangiz, bundan-da ishtahali bo'ladi. Maza qilib iste'mol qilasiz. Hozir yozning issiq kunlarida nima taom qilishni bilmay o'tirgan bo'lsangiz, mana shu retseptni albatta tayyorlab ko'ring. Barchangizga rahmat. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling va ketkizgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. O'zbek Qaynona TV kanali hamisha sizlarni
hurmat qiladi va yaxshi ko'radi.